Assalomu alaykum. Bugun Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 8-tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Qirg'izistonga qarshi og'ir o'yinimizdan so'ng ko'plab muxlislar terma jamoamizni rosa tanqid ostiga olishdi. Bu o'yin bilan Eronga yirik hisobda yutqazishimizni aytishdi. Lekin bugun o'sha o'yinimizda aksini ko'rdik. Terma jamoamiz ilk daqiqalardanoq o'ziga bo'lgan ishonch bilan o'yinni boshlashdi. Men ham ko'plab sport jurnalistlari ham birinchi taymdagi o'yinimiz ko'p narsani hal qiladi degan edik. Va bu o'zini oqladi. Eron terma jamoasi bizdan cho'chib o'ynayotgani shundoq sezilib turdi. Va Eldor Shomurodovning to'p uchun bahsda yutib chiqishi sababli Sayfiyev to'pni egallab ajoyib pas berdi. Bu joyda ikki Eron himoyachisi bir-biriga ishonib qolishdi va Hojimat Erkinov hisobni ochdi. Shu bilan Eron shiddatini oshirdi. Biznikilar ham bo'sh kelishmadi. Birinchi taym esa 0-1 hisobida bizning g'alabamiz bilan yakunlandi. Tabiiyki ikkinchi bo'limda Eron tezkor gol urishga harakat qilardi va Azmun buni uddaladi. 52-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Biroq Abbosbek Fayzullayevning jarima zarbasidan urgan super goli bilan tezkor javob qaytarib, raqibni yana o'sha tubsizlikka tushirib yubordik. To'g'ri, Eron bir xil uslubda o'ynadi, faqat havodan uzatmalar berdi. Lekin ular bu oddiy uslubni mukammallashtirishibdi. Mehdi Tarami esa ikkinchi golni aynan o'shanday uzatmadan so'ng bizni darvozamizni ishg'ol qildi. Aslida biz g'alabaga loyiq edik. Biz yaxshi o'ynadik. Ha, Eronda ko'plab zo'r vaziyatlar bo'ldi, lekin foydalana olmadi dersiz. Lekin bizda ham o'shanday ko'plab zo'r vaziyatlar bo'ldi. Biz ham foydalana olmadik. Lekin shunisiga ham shukr, boriga baraka qilamiz. Shuni alohida aytishim kerakki, ilgari shu Eron yoki Koreyalarga kuchimiz yetmay yurganda qaniydi bir amallab yutib olsak, ochko olsak, futbolchilarimiz qahramon bo'lardi, zo'r voqea bo'lardi deb umid qilib o'tirardik. Falon o'yinda yutsak, mundialga chiqamiz derdik. Zo'r o'ynashimiz kerak. Yo'li shu deb o'ylar edik. Adashibmiz. Yo'q, aslida jahon chempionatiga chiqish boshqacha bo'lar ekan. Boshqacha hissiyot umuman ekan. Jamoa biz bilmagan holda kuchayib qolgan bo'lar ekan. Biz ularni tanqid qilib, hujumkor o'ynashini kutib, o'yinlardan ko'ngli to'lmay, nolib turib, ochko to'plab chempionatga chiqib qo'yar ekanmiz. O'zi shunaqa bo'lar ekan. Zo'r o'ynash emas, kuchli bo'lish kerak ekan, endi bildim. Shuningdek, avvalo qo'shnilarimizni ham tabriklayman va rahmat aytamanki, ular bugun maydonda raqsga tushdi. Qatarga unutilmas dars berishdi va ikkinchi o'rin uchun bo'lgan imkoniyatini yo'qqa chiqarishdi. Valeri Kichin, Aleksandr Mishenko va Alimardon Shukurovlarning gollari evaziga Qatarni mag'lub qilib berishdi. Shundan so'ng barchani diqqat e'tibori Shimoliy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari o'yiniga qaratildi. Sababi Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklarini yutib bersa, biz shu ondayoq mundialga chiqishni uddalar edik. Avvaliga 5-daqiqada o'sha Toshkentdagi o'yinga kelmagan Fabio Lima hisobni ochdi. Hammasi tugadi deb turgan edik. Kim Yu Son taym oxirida hisobni tenglashtirib umid chiroqlarini yana yoqdi. Biroq Abdalla Almiri 90+8-daqiqada Birlashgan Arab Amirligiga g'alaba keltiruvchi golni urdi. Endi nima bo'ladi deya savol beradiganlar uchun shuni aytishim kerakki, iyun oyida bizni 2 o'yin kutib turibdi. Avvaliga mehmonda Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yin va Toshkentda Qatar bilan bo'ladigan o'yin. Birinchi o'yin Dubayda Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yin bo'ladi. Agar o'sha o'yinda mag'lub bo'lmasak, bas, biz mundial yo'llanmasini Dubayda nishonlaymiz. Agar mag'lub bo'lsak, Toshkentda Qatarni yengishimiz zarur bo'ladi. Xullas, matematika yo'q, hammasi o'z qo'limizda. Hozircha esa xayr. Like bosib, kommentariyada fikringizni yozib qoldirishni unutmang.